Dada, kim bu? Bu eng yaqin do'stimning o'g'li. Jiyanim bugundan boshlab bizning uyda turadi. O'qishga tayyorgarlik ko'radi. Dada, bu nima jinniga o'xshab issiqda chopon kiyib olgan? Bu aqlli yigit, mo'min qobil bola. Sigaret zararligini kitoblaringizda o'qimaganmisiz? Yo'q, o'sha varog'ini yirtib tashlaganman. Ha. Kitob o'qiyapsizlarmi? Dada, Sendan go'zal yo'qdir husni kamolda, sokin bulutlarga oshno bulbuldil. Bulbul? Alo, jonim. Ha, Toshkentdami? Qachon ko'rishamiz sen bilan? Dada. Alo, jonim. Ey yuzing gulbargiga oshiq yo'q hayron sabah telbalar. Tavba. Bo'ldingmi? Yur kompyuterga boramiz. Yo, dadam omlet qiladi. Hech narsa qilmaydi, yur ketdik. Yur bu. O'qimishli bolani yo'ldan urib kompyuterxonaga olib keldingmi? Yo'q, dadam emas, u. Salom. Kiyiming kissangda yuradimi seni? Qaraja, senga hozir bitta bot aytaman, o'qishga kirganingdan keyin juda kerak bo'ladi. Qulay ijara bot. Botga kirib start belgisini bosamiz hamda ijara qidiryapman tugmasini bosib o'zingizga kerak bo'lgan lokatsiyada 500 kilometrda xuddi shunday sharoitga ega bo'lgan uy egasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lansa bo'ladi. Bu botni hozirdan Telegramingga saqlab qo'y. Juda kerak bo'ladi, zo'r botda. Dada, bu botni hech kimga bermayman, zo'r bot degandingiz-ku. Ukajon, unaqa chiqaroqlik qilmangiz. Unaqa gapirmang, umuman yarashmayapti sizga. Jinni. O jinni. Jinni emas, jinni voy. Men diskotekaga ketyapman. Dadang so'rasa, kutubxonaga ketdi degan. Xo'p, kech kelaman. Aytma hech kim. Tushundingmi? Ay, og'riydi-ku. Rapping like a narco, got dope like Pablo. Rahmatli olangiz men tushundim. Abitga nima yeymiz? Kartoshka bilan tuxum qilganmi? Mayli yurchi. Dada, ana jo'ralarimdan dachaga chiqayotgandim-da, shunga pul berib turing. Qanaqa dacha? Hech qanaqa dacha yo'q. Oyim tirik bo'lganlarida meni to'g'ri tushunardi. Ko'rib deyvarding bolam. Mayli, hech pul. 200 dollar. Delab ketyapman. Qo'ydi narsa. Bir blok energetik oling, kechga yotib ichamiz. Energetika pulim yo'q, tentak. Dada, olib bering energetika. Pulim yo'q, deyapman senga. Oyim tirik bo'lganlarida meni to'g'ri tushunardi. Ko'rib deyvarding bolam. Yur, olib beraman. Qarzga bermaysan. Amaki, meni qozonlarni berib turinglar. Qanaqa mant qozon? Yo'q mant qozon. Keyin tirik bo'lganlarida meni qozonni berib turardilar. Ko'rib deyvarding bolam. Yo'q deyapman mant qozon. To'xta. Sendan sigaret kelyaptimi? Yo'q, chakkanim yo'q. Yo'q, sen sigaret chekasan, buyoqqa. Oyim tirik bo'lganlarida meni to'g'ri tushunardi. Chaksam ham urmasdilar. Tirik bo'lsam o'zim bilardim. Og'zini yirting buni. Oying ruxsat berdi. Buyoqqa og'zingni. Para asosan bor, para siri was bor. Unda sizlarni rasman er-xotin deb e'lon qilaman. Kuyov tarafdan guvohlar bormi? Biz. Kelin tarafdan guvohlar. Biz. Qaysi biri yetim ekan bularni? Yo'q, bular bir-biri bilan qarindosh xolasini qiziga uylayapti. Kelin, qarab oling. Hozir pochcha. Nima deding hozir? Pochcha dedim. Qanaqa pochcha dada bo'ladi? G'alati-da, pochcha deb katta bo'lganman-ku. Oldin edi, hozir endi dadajon deysan. Bor chaqiryapti. Xo'p. Pochchamish. Assalomu alaykum dada pochcha. Va alaykum assalom. Jiyan kelin. Ishga kiyadigan kuylagim qani? O'sha yerda dazmollab qo'yganman. Nima bu? Ona Onasi o'zimni xolam bo'lsa. buvingni. Buvisi meni ham buvimda. Kimni qoni aralashmagan? Dadasi. Dadangni puliga olganmanmi men buni? Nima qilding? Shu vaqt kim telefon qiladi?
Alo, assalomu alaykum. Alo, kuyov yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? Ha, qarang, bu yerda o'rtoqlarim bilan sport ketib qoluvdi. Kuyovlar qaynotasini nima deb chaqiradi? Dadajon deb chaqiradi. Ha, yaxshi. Siz meni nima deb chaqirasiz? Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Alo. Bu ham bitta muammo bor-ku. Asabni har oy tishotka almashtirish kerak. Lekin men aqlliman-ku. Uyga biomet tishotkalarni olib kelganman. Ko'pincha tishotkalarning tolalari juda tez qattiqlashib qoladi. Lekin biomet tishotkalarning tolalari yumshoq va milklarni jarohatlamaydi. Agar har oy tishotka almashtirish xohlamasang, biometni tanla. Telefonda kim bilan gaplashdingiz? Xolamni eri bilan. Dada, oyi, sizlar bizni aldagan ekansizlar. Hozir bitta doktor bilan gaplashdim. Agar qarindoshlar oila qursa, farzandlari nuqsonli bo'lib tug'ilishi mumkin ekan. Baloni 5tasini yebdi. Men ham xolamni qiziga uylanganman. To'g'rimi xotin? Nima qildi? To'g'ri aytyapsiz. Doktor aldabdi-da. Dada, shoshlik olib bering. Uyda nima degandim senga? Bozorga faqat maktab forma qilgan ketyapsiz. Boshqa narsa deb janjal qilma, tushundingmi? Alo Jamshid. Shunaqa degandingiz. Xo'p, bilar ekansan-ki, endi jim yur. Shoshlik ham olib bering. Ana o'zingga tikilgan turibdi, o'g'lim. Aniqmi, dada? Nopolo turibdi, to'g'rimi? Sal katta emasmi? Qo'y sessiya nech pul qilib berasiz? 500 ming. Yech ketdik. To'xtang. Nech pul berasiz? 100 ming beraman. Bo'lmaydi. Necha? Xo'p. To'xtab turing. Ozroq qo'shing. 102 ming qilib beraman. Umuman to'g'ri kelmaydi. Yecha. Yechmayman. Hamma narsa qimmat bo'lib ketgan, otasini narxini qo'ygan bo'ladi deyman. Dadam mo'rsa chaynak. Men senga nima degandim? Bozorga borsak faqat maktab forma ol. Bo'ldi, ichmayman. Dada, sal katta emasmi? Yog'ay zo'r turibdi, to'g'rimi? Sal kichkina ekan, kattaroqdan beraymi? Shu issiqda obedgacha bozor aylandik. Hech narsa olganimiz yo'q. Narxni o'yin qimmat bo'lib ketgan. Dada, yana ikkita yesam bo'ladimi? Yemayman bo'ldi. Zo'r joyni bilaman, arzon va sifatli. Salqin joylaygan a? Dada, endi nemda yakuniy chegirmalar bo'lyapti ekan. Yurchi. Dada, barcha turdagi mavsumiy tovarlarga 70% lik chegirma e'lon qilinibdi. Bu chegirma yiliga bor yo'g'i 2 marta bo'lar ekan. Ulgurib qopmiz-a? Bundan tashqari yangi kolleksiyalarga ko'plab turdagi kiyimlar kelgan. Barcha yoshdagi o'quvchi va talabalar uchun formalarni injinemdan topishingiz mumkin. Bizlar ham shu yerdan olaylik. Aka, kelishtiring, arzonroq qiling. Aka, chegirma narxi bu. Uyaltiryapsiz-ku. Bo'pti, men ketdim. Ketma. Dacha butun umrlik emas, ertaga qaytaman. Yangi kuyov xotin dachiga ruxsat beribdi-ku. Odam o'ziga bir kun dam berib turibdi. Qani ketmaydi. Hozir, 1 minut. Alo. Sog'indim. Hali ketganim yo'q. Bola, 1 minut shundan. Ha, yana nima? Uyda kartoshka qolmabdi. Kartoshka olib bering. Asabimga margat qilma, men dachaga ketyapman. Xabaring bormi? Bola dachani zo'riga ketdik. Voy, cho'milamiz. Jonim, bugun parkka boring. Kiyimlarimni kiyib tayyor bo'lib turibman. Tezroq keling. Maraz qo'shnimizni moli tug'sa menga nima aytasan? Menga nima? Men dachadaman, tushunyapsanmi? Ovoz chiqmay qoldi. Tomoq ketdi уже. Eshityapsanmi? Bo'ldi-da, jonga ham tegib ketdik. Dachaga dam olgani chiqqanmiz. Ovozing umuman yo'qmayapti. Eshitmayli shu ovozingni.